Payg'ambar alayhisolamdan hadis rivoyat qilinadi. Bir 3 kishini duo qilayotganligini ko'rganlar va uchalasiga munosib javob qilganlar. Bittasiga quloq solsalar, haligi odam Allohumma inni as'aluka sabra dedi. Allohim sendan sabr so'rayman, sabr tilayman deb duo qilyapti. Payg'ambar alayhisolam uni to'xtatdilar-da, sen dedi Allohdan sabr so'ramayapsan dedi. Sen Alloh taolodan balo so'rayapsan dedi. Balki Allohdan ofiyat so'ra dedilar. Ya'ni bandaligiga borib duoni chala qilgani bilan Robbul alamin Robbligiga, ulug'ligiga borib ijobatni mukammal qiladi. Banda Allohdan sabr so'rayapti. Alloh taolo unga sabrni beradi, lekin Alloh taoloning ijobati mukammal, bandanikidek chala emas. Oldin baloni beradi-da, musibatni yuboradi-da, keyin unga o'sha musibatga sabrni beradi Alloh taolo. Shuni aytdilar payg'ambar alayhisolam, nazarda tutib, sen sabr emas, balo so'rayapsan, uning o'rniga ofiyat so'ra dedilar. Ofiyat so'ra dedilar.